anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin. Hayo yongan nigohlarda dil yashirin. Anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin. Hayo yongan nigohlarda dil yashirin. Ayriliqdan bezib ketgan oshiq yurak sado berar. Didor shirin, didor shirin, didor shirin. Farzand yo'lin qarab qolgan onalardan, bahorini kutayotgan lolalardan. Farzand yo'lin qarab qolgan anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin. Hayo yongan nigohlarda dil yashirin. Anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin. Hayo yongan nigohlarda dil yashirin. Ayriliqdan bezib ketgan oshiq yurak sado berar. Didor shirin, didor shirin, didor shirin. Farzand yo'lin qarab qolgan onalardan, bahorini kutayotgan lolalardan. Farzand yo'lin qarab qolgan onalardan, bahorini kutayotgan lolalardan. Yorni deya yurak bag'ri poralardan so'rang deydi. Didor shirin, didor shirin, didor shirin. qancha inson hayot asli g'animatdir ey tirik jon. Tuproq aro pinhon yotar qancha inson
hayot asli g'animatdir ey tirik jon. Chin visolda umidvordir ahli iymon. Xabar kelar diydor shirin, diydor shirin, diydor shirin, diydor shirin, diydor shirin. Anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin, hayo yongan nigohlarda dil yashirin. Anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil. Hoş kelibsizlar. Hoji aka, bitta duoingizni olaylik. Parvardigoro, yurtimizga doim tinchlik, kunlar ko'p bo'lsin. Hurmatli yurtboshimizdan e'tibor bizga qilib berayotgan sharoitlarda bundan-da ziyoda mana 43 yillikmi, 42 yillikmi faqat mana shunaqa yilliklarni o'tirishlarni qilaveraylik. Shu davraga qatnashib turgan mana shu Qur'ondagi insonlardan yo'qolmasdan, xatiri bo'lmasdan hammamiz birlashib ko'rishmoqlikni nasib aylasin. Farzandlarni baxtini, kamolini ko'ringlar. Yaxshi kunlarga doim bir-birimizga xizmatda bo'laylik. Robbana innana g'afurlana va liman allazina sabaquna bil iymon va la ta'ajjal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Allohga rahmat. Xush kelibsizlar. Botir aka, o'g'lim aka, ismini kattaga rahmat. Charchamaydi. Mayli, marhamat. O'tinglar qani. Yo'q, Gel sirin, hayo yongan nigohlarda dil yashirin. Ayriliqdan bezib ketgan oshiq yurak sado berar. Diydor shirin, diydor shirin, diydor shirin. Farzand yo'lin qarab qolgan onalardan, bahorini kutayotgan lolalardan. Farzand yo'lin qarab qolgan anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin, hayo yongan nigohlarda
dil yashirin. Anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin. Hayo yongan nigohlarda dil yashirin. Ayriliqdan bezib ketgan oshiq yurak sado berar. Didor shirin, didor shirin, didor shirin. Farzand yo'lin qarab qolgan onalardan, bahorini kutayotgan lolalardan. Farzand yo'lin qarab qolgan onalardan, bahorini kutayotgan lolalardan. Yorni deya yurak bag'ri poralardan so'rang deydi. Didor shirin, didor shirin, didor shirin. Pinhon yotar qancha inson. Hayot asli g'animatdir ey tirik jon. Tuproq aro pinhon yotar qancha inson. Hayot asli g'animatdir ey tirik jon. Chin misoldan umidvordir ahli iymon. Xabar kelar didor shirin, didor shirin, didor shirin. Didor shirin, didor shirin. Anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin. Hayo yongan nigohlarda dil yashirin. Anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin. Hayo yongan nigohlarda dil yashirin. Ayriliqdan bezib ketgan oshiq yurak sado berar. Didor shirin, didor shirin, didor shirin.
qolgan onalardan Ey Parvardigoro, o'zingga hamd bo'lsin, sano bo'lsin. Parvardigoro mana shunday ziroat joylarga kelib, vodiyda joydan kelib mana shu birodarlarimizga diydor ko'rish uchun keldik Parvardigoro. Hammamiz ham umrimizga, rizqimizga, sog'lig'imizga, oilamizga tinchlik xotirjam inom qilsin. Baxtli, saodatli yashash nasib qilsin. Hammamiz ham pensiondan o'tganmiz. Bundan bag'am qiladigan ishlarimiz hammasi fazli barakotli bo'lsin. Farzandlarimiz omadini bersin, yuzini yo'riq qilsin. Hammasi o'zi bilan o'zi tinchsin. Parvardigoro ota-onasini qo'llab-quvvatlaydigan yaxshi insonlar bo'lib, buyuk insonlar bo'lib yetishsin. Hammamiz ham umrimizga, rizqimizga o'zi barakot o'qilsin. Hamisha Parvardigoro yuzimiz yo'riq qilsin Parvardigoro. Osmonimizni musaffo qilsin. Umrimizga, rizqimizga, sog'lig'imizga barakot bersin. Parvardigoro yuz tinchligi, baxt tinchligi. Baxtimizga Allohim ko'z tegmasin. Allohu akbar, rahmat. Charchamaylar. Rahmat hoji bo. Ba'zi bir kursdoshlarimizda bekakka nasib qilmaganlarni ham oxiratini obod qilgan yo'q qilsin. Jannatlardan joy topib, Kavsar suvlaridan bersin. Bilmay qilgan gunohlarni mag'firat qilsin. Allohumma mag'firli val validayni va jami al muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanatan va qina azaban nar. Allohu akbar. Salomat bo'ling. Rahmat. Olimjon to'g'risida bir nima qilaylik? Duo qilib bering. Abeydi olimjon balishtada. Alhamdulillah. O'zingdan so'raymiz, o'zingdan umid qilamiz. Barcha dardmanlar dardiga shifo et. Ilohim. Qator do'stimiz olimjon dardiga shifo et. O'zingdan boshqa muhtoj qilmadi. Eson-omon operatsiya qilib bola chaqasini olding. Ilohim. Ro'zi nasib et. Allohu akbar. Rahmat. Ana hozir Baharını kutayotgan lolalardan farzand yo'lim qarab qolgan anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin hayo yongan nigohlarda dil yashirin anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin hayo yongan nigohlarda dil yashirin ayriliqdan bezib ketgan oshiq yurak sado berar diydor shirin diydor shirin diydor shirin farzand yo'lin qarab qolgan onalardan bahorini kutayotgan lolalardan farzand yo'lin qarab qolgan onalardan bahorini kutayotgan lolalardan yorni deya yurak bag'ri poralardan so'rang deydi diydor shirin diydor shirin diydor shirin
yotar qancha inson. Hayot asli g'animatdir ey tirik jon. Tuproq arab pinhon yotar qancha inson. Hayot asli g'animatdir ey tirik jon. Chin misoldan umidvordir ahli iymon. Xabar kelar diydor shirin, diydor shirin, diydor shirin, diydor shirin, diydor shirin. Biz Qashqadaryodan o'rtoqlarimizni, kursdoshlarimizni shu diydorini istab kelganmiz. Buni Navbahor tumanining Qaytir qishlog'ida deydi. Oqtepa ekan. Dam olish maskani. Murotani yo'lida. Bu yerlar ulug' ziyoratgoh yerlar. Endi O'zbekistonga qadam joylar, ziyoratlar juda ko'p. Jumladan mana shu Nurota, Ergashjumon Bulbul o'g'li mana shu tomonlarga yashab o'tib, shu Nurota tog'iga tug'ilgan farzandlar bilan. Mana shu ulug' alloma, she'riyat sultoni, yozuvchi Ergashjumon Bulbul o'g'li. Shularga endi bittadan to shu Navoiy shahargacha ulug' joylar. Bu yerga qadim-qadimdan shu Oltinkon o'zini oltini bilan Navoiy viloyati tumanida o'zini yer maydoni bilan respublikaga taniqli, o'zini har xil boyligi bilan ishlab chiqarish ishlari bilan tanilgan. Navoiy sement zavodi deysizmi, Sanoat. azot zavodi deysizmi, Zarafshon elektr energiyasi deysizmi, GES. Qadimdan Zarafshonniki bor. Qashqadaryoga keyin bo'lgan GESlar. Sog'likdan keling. Ziyoratimizni qabul qilsin, dunyo tinch bo'lsin. Doim mana shunday tinchgarlikka kelib, mana shunaqa joylarni ziyorat qilib, mana o'rtoqlar diydoriga to'yib yurmoqlikni nasib aylasin. Hammalariga rahmat. Parvardigoro Navbahor ham kolxozida. Navbahor kolxoziga mana Bahodirjon do'stimizni otalari rais bo'lgan, hokimiyatga ishlagan bir necha yil. Shu tuman bo'lishigacha shu bog'larda hissasi bor. Hozir bir tuman bo'lib, bir chiroyli shahar qiyofasiga keldi. Men oldin kelganman. O'shuni qishlog'ini ham bilaman, Keskan Teray deydi. Shu maydagina joylaydi endi. Shu darajaga kattarib, chiroyli bir obod bo'lib ketgan. Nurotaga ham Sarmishsoyga borganman. Ergashjumon Bulbul o'g'lini haykali bor Ergashda. Jon eslolmayman, yoshligimda. Jo'shda bor, jo'shda. Güzel. Jo'shmi boshqami men joyini aniq aytolmayman. O'sha haykalni oldiga ham ziyoratga kelganman. Qurbaqlar yosh. Amin, Parvardigoro dunyoga tinchlik ato-etishlik bo'lsin. O'zimiz tinch bo'lsin, mana shu yurmoqlik, ziyoratga kelmoqlik doim bizga nasib bo'lsin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا آمنا إنك رؤوف رحيم. الله
anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin, hayo yongan nigohlarda dil yashirin. Anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin, hayo yongan nigohlarda dil yashirin. Ayriliqdan bezib ketgan oshiq yurak sado berar. Didor shirin, didor shirin, didor shirin. Farzand yo'lin qarab qolgan onalardan, bahorini kutayotgan lolalar. Diydor ko'rish hammamizga nasib etsin. Ko'p yillar o'tirishlarimiz ko'p yillar davom etsin. Mana bu yerda bizni Andijon, Namangan, Farg'ona, Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro, Navoiy oblasti, deyarli respublikamizning barcha oblastlaridan Xudoga shukr kursdoshlarimiz bor. Qaysi oblastga bo'lsa bemalol borib, mana shular orqasidan beramiz. Ba'zi o'rtoqlarimiz kelolmadi, endi uzr sabablardan. Safimiz kelgusi o'tirishlarda bundan ham ko'p bo'lsin. Mana biz Navoiy oblastdan Buxoro Qodir, Berdiyev olim, Ismoil aka 3 kishi Navoiy oblastdan, qolganlar boshqa oblastlardan kelgan mehmonlar. Men bundan so'ng aytmoqchiman, mana bugun mana shu davramizga to'ydan ko'rayiz bo'larga davramiz raisini saylovchi mana shu Samarqand Tohir Ismoilovga topshirmoqchiman. U kishi bu davralarni o'tkazgan oqni tajribali shu kishi davra raisini topshiramiz. Shu kishi nima desa shu kishini aytganini qildiramiz. Nasib bo'lsa bugun ertaga nasib bo'lsa shu yerlarda qilamiz. Xo'sh, programmamizda Nurota shahriga borib ziyorat qilishim bor. Uni maslahatlashib ko'ramiz. Yo bugun yo ertaga qolganini ko'ramiz. So'z navbati Tohir Ismoilovga. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, og'aynilar, akalar, do'stlar, birodarlar, xush kelibsizlar. Navbahor tumanining bu Oqtepa maskaniga avvalambor hammalaringizga, qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Bu diydorlashish, uchrashish hammaga nasib qilmagan. Shu yetkazganiga Allohdan so'raymiz, deyadan shukrlar bo'lsin. Ana 40 yillik bahorda qildik, 41 yilliklarga birtalana Namanganda Turg'un Po'lat, Malaminjon, Sobitjonlar bilan birgalashganlik bo'ldi. Ana shu nasib qilgan Navoiy viloyatining Navoiy tumanida Oqtepa degan joyda turibmiz. Nasib bo'lsa bo'lgan aytganlaridek Nurotalarni ziyorat qilib, xo'sh, tabiat bir nimasidan bir yaxshilab bir hordiq chiqarib dam bo'lsa, yana a'lo nur bo'ladi. Avvalambor hammalaringizga, qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Hamma xo'jaliklaringizda o'g'il, qiz, nabira, abir, shabiralarni huzurlarini ko'raylik. Yurtimizga tinchlik, totuvlikni Allohdan so'rab qolamiz. Yana nasib etsa, Xudo xohlasa, kelasi qachon bo'lib bilet tortamiz, ular kelishib olamiz. Xush kelibsizlar. Rahmat. Yaxshilik kelib qoldingizmi? Chishtonga.
Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshigina yetib keldinglar. Olsun köye 40 kilometre. Hozir davra o'chamiz. Nasib bo'lsa. Xo'sh, davra uchun bitta nima bilan? Voqe. Keyin nima o'chamiz? Muskani o'chirib turing. O'chamiz. O'chiraman men. Mana menda. O'chiring. Niye o'chirding? Mana. Menga zakaz so'rayapsiz. Marhamatda. Nima qo'shib bering? Yigitlar o'tirdinglarmi? Endi birodarlarimiz o'tganlarni ruxshotiga bir kalima qilib qo'yamizda. Keyin qolgan nimalarimiz boshlaymiz-da. Bu hozircha gapiring. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, yana bir marta. Mana shu bizni Navoiy viloyatimizga xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanat. Ko'rib juda xursand bo'ldim. Qancha vaqtdan ko'rishmaganmiz, mana shuncha birga o'tirdik. 5 yil. Mana uchrashuvlarni ko'ryapsiz, o'tirib Namanganda bo'ldi. Shundan beri ko'rishmay kunlarimiz bilan juda ham xursandman. Hammalaringizni sog'lik tilayman. Oilalaringizga baxt tilayman. Bola-chaqalaringizni, nevaralaringizni yaxshi kunlarga qo'shib tilayman. Mana shunday o'tirishlarimiz ko'p bo'lsin, bardavom bo'lsin. Hozir mana shu davramiz ochib, taomlar kelyapti. Bemalol ovqatlanib, nasib bo'lsa xolim o'qigandan keyin qo'shni birorta shaharga borib ziyorat qilib kelamiz. Hozir mana shu davramizni bosishga mana bu madam aytganday Qur'on tilovat qilib davramizni boshlasak, keyin bemalol o'tirib hangama qilib davramizni davom ettiramiz. Kimga? Yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليكم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق الله العزيز العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوة القرآن، حلاوة إيمان، خشنود الرحمن. برزة ذاكن كل بلاء، آدم سفر الله، نوحنا بالله، إبراهيم خليل الله. برچه بتکن پیغمبرlar. İki olam halvara, Allah'ın uzini Habibi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Azizlerge, oğullarga, hazretler, sultanlarga, şeyhlerge, imamlarga, manzil makonlarda yaşab o'tganlarga amin deb turibmiz hammamizdan. Biz kabilarning ota-ona, festo'g'ri aqrabolarimizga, mana shu kursdoshlarimiz ichidan ketib qolgan birodarlarimizga nomlarini zikr qila olmayman. Faqat ruh poklari shod bo'lsin. Biz tiriklardan rozi bo'lgan bandalardan ruhlarini doim biz bilan birgalikka qilsin. Allohim mana shu hududda o'tgan aziz avliyo birodarlarimizni ham, jamiki mo'minlarga ham, qishloqlardan o'tgan kishilarni ham ruhlari shod bo'lib, dunyoni tinchligini, osoyishtaligini barqaror. ربنا إننا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم Kelemen dedi, hani kimdir yani? Ben ne anladım öyleyim abi. Orada düşüp de. Bodraka bak. O bodraka. Azamat değil mi? Sizde. Rakibi adam Abdullah Bahadır değil mi? Değil mi canım ben işte? Yok. Bana İlkin, Adam, Bahadır, Elişer, Nureli, Edibe, yani kim? Elige Cabbar, Cabbar. Yani kimdir bu? Sakız demiş ya ki. Olamda o'tganlari Abdullah umr qisqada bak qancha Xudoning o'zi biladi. Agar shu ibodat qilib, didor g'animat qilib ko'rish ko'rilsa ma'qul-da. Ha, mehmonlar olib o'tiringlar, zerikmayapsizlarmi? Yo'q, men hozir boraman. Haligi Buxorodagi chiqishimiz qani? Nechta qatnashgan Mo'g'uliston? O'sha bo'lib keldi. Ulardan bor. Harbiye kelyapti. Hayır, nima? Ulardan chiqaydi. Nima qilib so'rayapti? Katta hoji, Aytildi. Onun nechta farzand? Boshdan qat'iy nazar imkon qadar birinchi o'rinda buni harakat qilish kerak, kelishga. Men bir odamdan xursandman, No'monjon o'sha 40 yillikda institut o'tkazdik. Shu odam shunday kelib bir boshdan shunday xotirasi kuchli, rahmat, attasiga rahmat, murabbiysiga rahmat, shu dadak bova kaloniga rahmat degan mana shu insonlar.
Shuning uchun o'rtoqlar buni davrida qolmaslikka harakat qilishimiz kerak. Xo'sh, hozir keldik. O'rtoqlar ishim bor. Ketdim emas. Shuni davra bo'lni imkon qadar endi bir kun bo'ladimi, yarim kun bo'ladimi, odamga g'animat. Deb tushunaman. Hoji aka to'g'rimi? Shu ham o'zi bir davlat. Ana bildim, namayda bo'lgan bular yigitlarimiz juda xizmat yaxshi qildi. Bo'lam zo'r bo'lyapti, ana shu tashkil qilib borib beradi nasib bo'lsa. Kim bor, kim yo'q uni Alloh biladi. O'rtoqlar, Ponturni taklif qilib yana yilga qayga qanday qiladi. kim aytmadi deb. Mana o'zi aytadi. Nima qiling, e'lon qiling o'zi. Qashqadaryo e'lon qiling. Hozir uni aytamiz, uni ham aytamiz hozir. 2027-yil 1-maylaga tadbir qilgan xato qilmasdan, yo'qotmasdan hamma kitobga boradi. Kitobda. Samarqandni bilgan odam bir qadam o'tsa kitobga tushadi. Nima kitobni bilmaysiz? Yakkamoq kitob. Hamid Temur vatani. Shahrsabiz oldingi kitob bo'lgan, kitob keyin Shahrsabiz o'ylaydi. Kitobni ham mundarajada olib boradi. Dengiz sathidan 4804 kilometr Bizga mayga bo'lmagan. Mayga. Qarshi davom etsa xohlagancha yotdim. 4000 yillik yerimiz birinchi kun ko'rinishi, birinchi kun viloyatga chiqishi, o'shanda quyosh ko'rishi kitobdan boshlangan. O'sha tomonda çok pul yozilgan muzeyga. Şimdi kutamizni biring. Osmon ostidagi shoshilganlar ettira bir kurtkalaydi. Shoshilganlar ettira. Ishtingda shutganlar ettira bir kurtkalaydi. Shudan birga ketsanglar ham mayli. Yosh chiqishini. atalma. Aralarimizga tayyor. Nimaga tayyor bo'lmaydi asal. Azal bo'yin nasibida yaxshi bo'ladi. Ashanda olib qo'yasiz. Ha, mana olib qo'ymayman. Yalagiga olib kelamiz. Madaminjon to'rtta o'rtog'i bor, hojilar. Bizlar ham og'aynilar. Ular ham zakat qilibdi. Zakat ko'proq bo'lsa Damasga otib 500-600 kilo olib kelaman. Yo'q, o'zingiz kelasiz. Bo'lmasa yo'raman. Yo'q, sizni kosovoga chiqaman diyor-a. Har kosovoga. Bir yana kelasiz, yana. Faqat bizdan hayot bilan Baxtiyor borgan, hozir aytayotgan joyim. Agar bu yil yozga bular boradi, yozga. Boradi, bularni yana ikkita uchta joyda olib borib qo'yishdim. Azra Sulton otadida, Azra Sulton otaga borish kam problema, hamma topamiz, damoshlar bo'lmaydi. Boramiz, shu odam yuzini sovuribdi. Yo'q, unaqa joyda kelamiz. Mana Yakkaboqqa bitta Aytamazlar ko'rsam keyin mazza qilmaysizlar. boraman. Xo'sh, baba qilib. İkincisi size olsunmu? İkinci avukat o'rtoqlar. Avukatlar sizlar bilan avukatlar boramiz. Yo'q, avukat o'tkazinglar. Hayır. Yo'q, odamlardan so'raylik, aql jamoadan so'raylik. Men uni shart qila olmayman. Onu gerekten o başka avukat aytdilar. Ha, aytilganda. Ha, nima farqi bor? Isrofgarchilik bo'lmaydi. Aytilsin, aytilsin.
Gel. O'rtoqlar. To'lib aka, hurmatli o'rtoqlarim, do'stlarim. Xo'sh, joy masalasini ham aytishimiz kerak. Bugacha bera qoladigan bo'lsak, necha kishi? Shu joyni aytishimiz kerak. Yo'q, o'shani men bir aytyapman. Kimni ketaman deyish mumkin. Yo'q, shuni ketaman deyish yo'q. Bitta g'aybini ketaman. Bittasizmi? Qay Ketaman. Yo'q. qaytib kelamiz ertalar. Siz qanaqa odamsiz, eng katta eng nimani vakili bo'lsa, bo'lmaydi unaqa. Bo'lmaydi. Alo. Bahrom aka. Bitta kichkinagina e'lonchamiz bor. Hozir shunday tursak, mana g'aybullar kechikib keldi. Mana shu o'zimizga bitta gruppa rasmga tushaylik. Hozir hammamiz shu yerda. Aynan. Yo'q, 2 minut. Ungacha ikkinchi ovqat kelyapti. Ovqat Aka. Ovqat yeylikda, duopada qilaylikda, biror joyga keyin o'tamiz hali. Endi hamma shu yerdan tarafga tushaylik. Bo'lmasa ikkinchi ovqatlar Ko'p yo'qda Baxtiyor degan bola bor. Bakash. Bo'lmasa olib ketamiz. Ha biz deyman. Shuna. Bo'lsa olib ketamiz. Sabr qilib ketamiz. Kichigami? Kelan aka. Kishiga bitta aka. Kim bor evda? ha? Amin degan yigitni doim Xudo omadini berdi. Yo'li doim oq bo'lsin, boshqasi sog' bo'lsin. Topgani yaxshi ko'rgan, o'ylagan bo'lsin. O'ylab hammamiz jam-jamat uchrashaveramiz. Sizlar bitta rasmga cho'lari qilib Hamma bo'ldi-ku. Qaranglar. Bu qayda son? Orqadagi ozroq bo'lsin. Ha, bundan. Xolos. Telefon mana olib keladi. Bo'ladi, ha. Zo'r. Qaranglar. 1 2 3 o'rin. Hozir yapta. 1 2 3. Yapta. 1 2 3. Yaşa. 2 3. Görüyorsun. Niye geldi? birinchi o'chirib qo'ymaymiz. Bu rasmlar Sağ olun. Mana. Xohlasa o'sha yerda bormoqchi. Ha, borganda telefon bor. Ha, bor, hammasi bor. bitta o'sha Ha. Murotaga borib turaylik. Olha.
Hayır. Değil mi? Onunla git.